To'xta desam, Xudoga shukur, erim bilan, bolalarim bilan mazza qilib yashayman. Lekin har doim ham mana shu chet elga chiqishga imkoniyat bo'lmaydi. Endi bilasiz, bola chaqa uy joy qilibdi. Keyin Instagramda ko'raman-da, eri har doim yangi mashinalar podarka qilgan, sayohatlarga olib chiqqan, bolalarni ham частный eng zo'r maktab bog'chalarga bergan. Endi odamchi qanaqa shular yashayapti? Mana shunaqa qachondir yashaymikinman deyman-da. Bilasizmi, yaltiragan narsa har doim ham oltin bo'lavermaydi. Siz bilmaysiz, ular rostdan shu hayotda yashayaptimi yoki rostmi ular baxtlimi? Balki ular sizni shu hayotingizga o'zini hayotini almashishga ham rozidir. Bilmaysiz-ku siz uni ichidan nima o'tyapti. Ko'p holatlarda bu fakt, odamlar o'zida yo'q narsani bor qilib ko'rsatishga harakat qiladi. O'sha siz ko'rgan videolaringizdagi eri ham, bolalari ham rol o'ynab beradi. Bu ko'p holatlarda shunaqa, bu fakt bilan keltirilgan. Nechta tanishlarim bor. O'zi aslida er-xotin munosabatlari, umuman suhbati ham, dialogi ham yo'q, lekin publikada, Instagramda shunaqa bir chiroyli qilib ko'rsatiladigan odamlar ham bor. Shuning uchun hech qachon o'zingiz bilan birovni solishtirmang, o'zingizni hayotingizga boriga shukur qilsangizgina ana o'shanda siz ham hayotingiz chiroyli, go'zal bo'ladi. Farzandlaringiz bor, eringiz bor, soppa-sog', sog'lomsiz, siz shuni o'zi katta shukur qilishingizga sabab. Odamlar farzandsizlik bilan, sog'lig'ida kasal muammosi bor farzandlar bilan sinalayotgan insonlar qancha, boriga shukur qiling va qadriga yeting. Bu videoni hayotidan doimo noliydigan, boshqalar bilan har doim o'zini solishtiradigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.